ovoz faqatgina V8 superchargerlardan chiqishi mumkin, turbinadan emas. Poygabop Amerika mashinalari, masalan Ford Shelby GT500, Dodge Demon, Mustang Cobra, Camaro ZL1lar hammasi turbocharger o'rniga aynan supercharger texnologiyasidan foydalanadi. Shunchalik eski metod bo'lishiga qaramasdan, nega turbina o'rnida superchargerlar haligacha ishlatilishi qiziq, shunday emasmi? Endi keling nima deganligini ko'rib chiqamiz. Supercharger dvigatellar nadduv, ya'ni quvvatni kuchaytirishda turbinadagi kabi limit yo'q. Nadduvdagi limit bu vyxlopdagi gazlarning turbinani aylantirishi uchun zarur minimum bosimidir. Superchargerlar esa to'g'ridan-to'g'ri tirsakli valga ulangani uchun val qanday tezlikda aylansa, u ham shunday tezlikda aylanadi va dvigatelni darhol zaryadlantiradi. Shu bilan birga superchargerda lag ham yo'q. Lag nadduv limitidan boshqacharoq tushuncha. Turbina istalgan va optimal havo bosimiga chiqib olishida aniq bir kechikishga ega. Mana shu vaqt lag deb nomlanadi. Agarda siz avtomobil sohasida ko'proq texnik ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, Choynakning qo'qqovi avtoblogiga obuna bo'lishni unutmang. Endi nega aynan Amerikaning yuqori ot kuchiga ega mashinalari superchargerlardan ko'proq foydalanishi boshqa tomondan ko'rib chiqsak. $70,000 turadigan Camaro ZL1 mashinasi o'zidan 2 barobar qimmat bo'lgan, lekin o'zidan ancha prestijli hisoblangan race karlarni tormor qiladi. Tushunganingizdek, narx bo'yicha turbinali dvigatellar ancha qimmat turadi. Tezlikni yoqtiradigan amerikaliklar esa $150,000 to'lab, aynan $70,000 turadigan Camaro beradigan quvvatdagi mashinani sotib olishmaydi. Ikkinchi sababi, Amerika o'z tarixi davomida superchargerlarni juda ko'p qo'llagan. Undan shunchaki voz kechish yaramaydi albatta. Superchargerlar haqida yanada ko'p ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring.